Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının gündəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa və Qurultay Yaşlar Komitetinin müdiri Erkin Zunun əpəndilər 26 avqust Şveysariyaның Graubünden kantoniga qarashliq Pontresina rayonida boshlangan 7-ci qatımlıq xalqaro axloq munbiri yig'iniga taklif bilan qatnashib, dunyoning har qaysi ellaridan kelgan vakillarga Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida yanada tafsiliy ma'lumot berish fursatiga erishdi. Şveysariyaning Graubünden kantonining qo'llashi bilan o'tkazilgan bu navbatlik xalqaro axloq munbiri yig'iniga Amerika, Kanada, Latin Amerikasi, Hindiston, Avstraliya, Janubiy Afrika va Yevropaning har qaysi ellaridagi siyosiy arboblar, kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, san'atkorlar, yozuvchilar, tadqiqotchi olimlar va jurnalistlardan bo'lib 80 nafardan ortiq arbob bevosita kelib qatnashdi. Dünya millətlləri o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni ilgari surish, bugungi dunyoda mavjud bo'lib turayotgan madaniyatlarni va qimmat qarashlarni qanday qo'g'dab qilish va rivojlantirish, millatlar o'rtasidagi o'zaro tushunishni qanday ilgari surish, qanday qilib go'zal bir dunyo barpo qilish qatorliq temalar bo'yicha guruhlarga bo'linib muzokara olib berilgan mazkur yig'inda Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni qanday to'sib qilish va Uyg'ur madaniyatini ham kimligini qanday qo'g'dab qilish masalasimi asosli muzokara temalarining biri bo'ldi. Yig'in jarayonida Dolqun Eysa va Erkin Zunun apandilar har qaysi ellardan kelgan vakillar bilan ayrim ko'rishishlar ilib berib, Xitoyning dunyo bexatarligiga ilib kelayotgan tahditlari, shundaqli Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining mohiyati haqida suhbatlar ilib bordi. Uyg'ur qirg'inchilik masalasi dunyoning har qaysi ellaridan kelgan arboblarni alayda qiziqtirgan temalarning biri bo'ldi. 7-qatimli xalqaro axloq munbiri yig'ini 27 avgust kuni oyoqlashidi va Dolqun Eysa apandim yig'inning oxirgi kuni Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi haqida maxsus doklad taqdim qiladi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michelle Bachelet 8 ayının 25 günü Cenevada axbarat e'lon qilish yig'ini o'tkazib, dunyoning kişilik hukuk vaziyati va BDT kişilik hukuk ishxonasining ishlagan xizmatlarini tonishtirib o'tgan. Michelle Bachelet muxbirlar qilgan so'zida Uyg'urlarning kişilik hukuk ahvoliga oid dokladni e'lon qilishga tirishayotganligini bildirgan. CNN Tor'ning xabariga qaraganda, Michelle Bachelet muxbirlar qilgan so'zida kişilik hukuk ishxonasining har jihatdan doim besimga uchraydiganligini, xodimlarning o'lcham tartib bo'yicha ish qildiganligini bildirgan va mundaq degan: "Men bu dokladni e'lon qilish qilmaslik besimga uchrab kelyapman. Lekin men har qanday dokladni besim ostida e'lon qilmayman yoki yoshirmayman." Xabarda aytilishicha, Michelle Bachelet ishxonasi Michelle Bacheletning 6-oyda aytgan 8-oyning 31-kuni vazifasidan ayrilishdan ilgari Uyg'urlar haqidagi kishilik huquq dokladini e'lon qilish va'dasini amalga oshirishga tirishib yetibdi. Holbuki, ular hozir Xitoy tarafdan kelgan amaliy fikrlarni tekshirib ko'rayotgan bo'lib, ularni nazarga olmay turib bu dokladni e'lon qila olmaydi ekan. Birleşme Agentligining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Michelle Bachelet bu dokladdagi munosabatli mazmunlarni Xitoy hukumatiga uqtirgan hamda ularning fikrini olmoqchi bo'lgan. Tog'dagi isbotlar oldida izchil fashistlarcha shakl olgan tarbiyalash markazi nomidagi lagerlarni hamda Uyg'urlarning qirg'in qilinishini inkor qilayotgan Xitoy hukumati bo'lsa 40 necha davlatni agashtirgan holda uning bu dokladni e'lon qilmaslik haqida besim qilmoqda ekan. Undan boshqa Xitoy yana o'zining BDTdagi qo'llovchilarini ko'paytirish maqsadida 19 avgust Afrikadagi 17 davlatning 23 turlik o'simsiz qarzni bekor qilganligini e'lon qilgan edi. Michelle Bacheletning axborot e'lon qilish yig'inidan keyin Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi uni mazkur dokladni darhol e'lon qilishga chaqirib mundaq degan: "Bir necha oydan beri biz xalqarodagi boshqa davlatlar bilan birlikda BDT oliy komissarini uning xizmatchi xodimlari tayyorlagan Xinjiang vaziyati haqidagi dokladni e'lon qilishga chaqirib keldik. Garchi oliy komissar bu dokladni pat orada e'lon qilganligini deb kelayotgan bo'lsa-mu, hech e'lon qilmadi. Biz uni bu dokladni darhol e'lon qilishga, oshkora yoki o'z ichida bergan va'dalarga amal qilishga, vazifa muddati to'shishdan ilgari shu dokladni e'lon qilib o'tishga chaqiramiz." Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Eysa apandi bu vaqt matbuotlar qilgan so'zida, buningdan biz Michelle Bacheletning Xitoyning besimga uchrab kelayotganligini his qildik deb ko'rsatdi va agar bu doklad e'lon qilinib qolsa, uning ahamiyatining cho'ng bo'lganligini bildirdi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Janevadagi mas'uli John Fisher Michelle Bacheletning axborot e'lon qilish yig'inidan keyin yo'llagan tweetida mundaq degan: "Yana bir g'ayrat. Bu ish chala qolsa Michelle xonimning ishxonasiga haqorat, ziyonkashlik uchirganlarga xiyonat bo'ladi
ABC xabarlarida to'g'rida berilgan xabarda aytilishicha, Michelle Bachelet bir yilning oldida Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladni e'lon qilish haqida dunyoning har qaysi joylaridan nurg'un xatlarni topshirib olgan. Xabarda aytilishicha, bundaq kuchli bir dokladning e'lon qilinishi va uningga qarta harakat qo'llanish Xitoy bilan qarshilashishdan derak berdi ekan. Xitoy hozir Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi nopuzliq shaxslar va mutaxassislarni yeniga tortib, mazkur dokladning e'lon qilinishiga qarshi kuch to'playotgan bo'lib, shu sababdan bu dokladning e'lon qilinishi davomli orqaga surilib kelgan. Bu haqda New York Universiteti qonun professori, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining sobiq alayda dokladchisi Philip Alston matbuotlarga mundaq degan. Muhim bo'lgani shuki, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti boshqa tarafdan bo'lsa-mu katalizatorlik rolini o'ynaydi. Agar bu doklad kuchli bo'lsa, u dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur harakatiga cho'ng yordam bo'ladi. Bu doklad hech bo'lmasa har qaysi davlat hukumatlarining Xitoyga kuchli pozitsiya bildirishiga turtki bo'ladi. Shundaqla Xitoyning o'z siyosatini yaxshilashga istaydi. Mazkur dokladning e'lon qilinishining hozir qadar kechiktirilishi Amerika boshchiligidagi G'arb demokratik ellarining, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va chet ellardagi Uyg'urlarning kuchli noroziligini qo'zg'ab kelmoqda. Türkiye Parlamentining raisi Mustafa Şentop Efendi 24 Avgust Xitoy Mamlakatlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining boshlig'i Li Jianshu bilan o'tkazgan tor yig'inida Uyg'urlar bilan turkiyaliklarning etnik, diniy e'tiqod va madaniyat jihatlarida zich bog'lanishining borligini, shunga Turkiyaning Uyg'ur masalasidagi maydonining aniq, samimiy va axloqiy normada ekanligini ta'kidlagan. Xitoyning taklifiga binoan chaqirilgan bu tor yig'inda Turkiya parlamentining raisi Mustafa Şentop Efendi Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan tijoratini tangpanglashtirish kerakligini, Xitoyning Turkiyaga texmi ko'p mablag' selishini umid qildiganligini ta'kidlagan. Mustafa Şentop yig'inda Uyg'urlar to'g'risida to'xtalib mundaq degan. Uyg'ur turklari bilan turkiyaliklarning etnik, diniy e'tiqod va madaniyat jihatlarida zich bog'lanishi bor. Shunga Turkiyaning Uyg'ur masalasidagi maydoni aniq, samimiy va axloqiy normadadir. Bizning boshqa davlatlarda yashayotgan qarindosh millatlarni o davlatlarning ichki ishlariga aralashish uchun vosita qilib ishlatish o'yimiz yo'q. Biz ularning shu davlatlar bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirishimizda ko'rik bo'lishini orzu qilamiz. Qarindoshlarimiz turayotgan davlatlarda tinchlik, farovonlik ichida kishilik haq va huquqlarga ega holatda yashashini umid qilamiz. Anadolu xabar agentligining bu vaqtdagi xabarga asoslanganda 24 avgust kuni Xitoy tarafining talab bo'yicha o'tkazilgan bu tor yig'inda ikki davlat o'rtasidagi hamkorlashish va tijoriy munosabatlar to'g'risida muzokara olib berilgan. 2017 Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasi o'tirg'i chiqqandan tortib, Turkiya parlamentidagi o'ktish partiyalar ko'p qatim bu masalani o'tirib qo'ygan. Hatto bu vaqtda qonun loyihasi sungan bo'lsa-mu, ammo Turkiya parlamentining raisi Mustafa Şentop Efendi sukut turib kelgan edi. Undan boshqa yana Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlari Turkiya parlamentining raisi ko'p qatim jazo lagerlari to'g'risida doklad sungan edi. Turkiya parlamenti raisi Mustafa Şentop 24 avgustda Xitoy Mamlakatlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining boshlig'i Li Jianshu bilan o'tkazgan tor yig'ini to'g'risida Xitoyning Anqarada turishliq elchixonasining tor betida xabar berilgan. Ammo bu xabarda Mustafa Şentopning bu qatimliq tor yig'inda Uyg'ur masalasini tilga olganligi to'g'riliq hech qanday uchur berilmagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michelle Bacheletning 25 avgust Jenevadagi axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida Uyg'urlarning kishilik huquq ahvoliga oid dokladni e'lon qilishga tirishayotganligini, ammo o'zining bu dokladni e'lon qilish qilmaslik besimiga uchrab kelayotganligini bayon qilishi, mazkur dokladning e'lon qilinishini taqozolik bilan kutayotgan xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini va Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarini qattiq afsuslantirdi. Chunki Michelle Bachelet bir qancha kundan keyin, ya'ni 8-oyning 31-kuni vazifadan ayrildi va 9-oyda chaqiriladigan BDT kishilik huquq kengashining 51-navbatlik umumiy yig'inida BDT kishilik huquq oliy komissarligining yangi komissari saylab chiqiladi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari mas'uli Sophie Richardson xonim bu vaqtda matbuotlar qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Bu gapdan qaraganda bu dokladni e'lon qilish va jiddiy harakat qo'llanib Xitoy amaldorlarining insoniyatga qarshi jinoyatlarini hisob so'rash ishi yangi komissar qolgan o'xshaydi. Bundaq qilish Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga to'g'ri ish qilib berishda, shundaqli kishilik huquq oliy komissarining bu ishdagi hurmat inoatini asliga keltirishda nihoyat muhim. Sophie Richardson xonim bu dokladning e'lon qilinishiga Xitoyning davomli to'sqinlik qildiganligini, ammo qarshilikning davomlashadiganligini bildirib mundaq dedi. Ko'plagan hukumatlar Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligidan andish qilmoqda. Shunga ular bu dokladning e'lon qilinishiga turtki bo'lyotidi. Eng muhimi, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar bu ishning amalga oshishi uchun tirishayotidi.
Мәнчә, Xitoy hökumətinin Michel Bachelet işxanasıga besim qılıb, o dokladni e'lon qildirmaslığı kişilərini ənsirtidi həm Xitoyga qarşı hərəkətləndirdi. Ular Xitoy hökumətinin şuncha jinoyatlarni qilib turib jazoga tortilmasligidan andish qilmoqda va qarshi chiqmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Dilshod Rishit apandimmi bu vaqtda matbuotlar qilgan so'zida vazifasidan ayrilish oldida turgan Michel Bacheletning allaburun tayyorlangan dokladining mazmunini Xitoyning besim bilan o'zgartib etishidan andishi tuyayotganligini ifoda qilib mundoq dedi. Men doklad Uyg'ur xalqining navbatdagi real vaziyatining adolatli holda o'ttirib qo'yilishini umid qilaman. Xitoyning besim bilan dokladning qattiq va obyektiv bo'lishi daxl tarz uçurmaslığı lazım. Bu nayet sezgür bir mesele. Dünya Uyghur Qurultayı London işxanasının direktori Reyme Mahmud Xanım bu vaqt qilgan so'zida Michel Bacheletning besimlarga bo'yin egmasligini umid qilganligini, o'zining dokladning to'liq e'lon qilinmasligidan andish to'yayotganligini, Michel Bacheletning bergan va'dasiga amal qilib dokladni asl nusxasi bo'yicha to'liq e'lon qilishni orzu qilganligini ifoda qildi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dünya Uyghur Qurultayı to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.